Bu ishlar bilan mashg'ul ona kutilmaganda ichkaridan gumburlash ovozini eshitadi. O'zi gum qilgandan keyin bo'ldi, shundoq bordim. Borsam o'g'lim o'zi chiqib ketayotgan ekan, qo'lini ushlab. Ko'rganimda endi qoniydi, yuzi ham qorayib turuvdi-da, o'zim qo'rqib ketdim. Tez yordam ko'rsatishdi, operatsiyaga olishdi. Hozir holati yaxshi, qo'lidan boshqa joyiga jarohat yetmagan. O'zi endi tushkun ahvolda, o'zidan o'tganini o'zi bilyapti, baribir afsuslanyapti qilgan ishidan. Mani o'zim boshimdan o'tdi. Farzandligiga ogoh bo'linglar, nimalar bilan mashg'ulligidan xabardor bo'linglar. Shu vaziyatda narsa bo'layotganda o'zidan o'zi reaksiyaga kirishib ketib qoldi. Qo'lim turganda siqordimmi bilmayman. Shundan ustidan boshqa ukalarimizga ham unaqa narsani tavsiya qilmayman. Chap bilak suyaklari ochib, maydalanib sinib, qon tomir va nervlari jarohatlanishi, kaft sohasi ezilib yirtilgan jarohati, o'ng qo'l, bilak va kaft sohalari, yuz sohalari kuygan jarohatlari bilan belgilari bor edi. Bemor og'ir shok holatda olib kelingan. Markazimiz standartlari asosida tekshiruvlar o'tkazildi. MCGT tekshiruvlari to'liq tarzda o'tkazilgandan so'ng bemorning shoshilinch tarzda jarrohlik amaliyotiga olingan. Jarrohlik amaliyotida chap qo'l kafti tomirlari to'liq uzilishi, nervlari uzilishi va suyaklari maydalanib singanligi, yumshoq to'qimalarning holatini hisobga olib bemor qo'l kafti olib tashlangan. Hozirda bemorning ahvoli nisbatan qoniqarli deb baholanmoqda. Kuygan jarohatlariga ishlov berilmoqda. Pirotexnika vositalaridan har yili mana shu dekabr, yanvar oylarida jarohatlangan bemorlar soni oshishi kuzatiladi. Aksariyat holatlarda juda og'ir asoratlar bilan bemorlar kelishadi. Kuyishdan tashqari suyaklar sinishi, ko'z, yuz sohasi jarohatlari, qaytarib bo'lmaydigan asoratlar ko'p kuzatiladi. Hurmatli fuqarolar, siz ko'rib turgan bu voqea pirotexnika vositalarini qo'llash natijasida kelib chiqqan mudhish hodisa hisoblanadi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni pirotexnika vositalarini qo'llamaslik borasida o'z nazoratingizga olishingizni so'rab qolamiz. Bu yigit pirotexnika vositalarining navbatdagi qurboni bo'ldi. Har qancha ogohlantirilmasin, soniyalik qiziqish ortidan mana shu kabi mudhish oqibatlar yuzaga kelishi davom etmoqda. Salomatligimiz eng katta boyligimiz ekanini esa afsuski uni yo'qotganimizda anglab yetamiz.